kechagi mavzuni davom ettirmoqchiman. Nima uchun buni gapiraman? Chunki savollar bo'ldi. Va shuni aytmoqchimanki, iyerarxiya bo'yicha bizda juda ham ko'p buzilishlar, noto'g'ri qo'yishlar bo'ladi. O'sha paytda bizda sistemalar buzilib ketadi. Ya'ni bizning funksiyamiz bu dunyoda, ya'ni dunyoni rivojlantirib, uni davom ettirishga hissa qo'shish. Ya'ni birinchi navbatda o'zimizga diqqatimizni qaratib, biz o'zimiz har tomonlama zo'r bo'lib rivojlangan bo'lganimizdan keyin undan sog'lom va farzandlarni dunyoga keltirishimiz lozim. Ikkinchi navbatda turmush o'rtoq, ya'ni turmush o'rtoq bilan birgalikdagina buni amalga oshirish mumkin. Uchinchisi farzandlarni, ularni to'g'ri tarbiya rivojlantirish va undan keyin ota-onamiz va jamiyat. Ota-onamiz degani bu oxirgi o'rin degani emas. Bu yerda hozir boshqa narsa ketyapti. Ya'ni o'zingdan, turmush o'rtog'ingdan, farzandlardan ortiqgina ularga beramiz va bu o'zini